o'zi ish boshlash paytida bu hozirgi kompaniyada ishlayotganim birinchi kompaniyam emas. 3-4 adashmasam kompaniya. Birinchi kompaniyada o'sha ishlayman deyish o'zi juda tavakkal bo'lgan. Ya'ni tilni yaxshi bilmayman uncha. Keyin katta proyektlar ustida ishlab ko'rmaganman. Kompaniya mendan nima so'rashini ham bilmayman. Qo'rquv bo'lganda. Ya'ni o'zi e'tirof ketalarmikanman degan qo'rquv bo'lgan. Qanday bo'ladi, nima qilaman degan qo'rquv juda ko'p bo'lgan. Keyin shuning orqasidan birinchi ishimda boshida menda o'sha paytda o'qishni bitirayotgan edim. Agar buni ham 100% deb oladigan bo'lsak ishga kirishda o'shandan yarim masalan o'qishni bitirishligim, diplomim borligi bu men uchun bir 50% ishonch edi-da. 50% ishonardim, ya'ni o'qishni bitiryapman, diplomimni olyapman. Ish chiqadi, ishga kiraman degan narsa bor. Lekin 50% ish tajribam yo'q-ku, ishni bilmayman-ku degan narsa bor edi. O'sha 50% meni o'ylantirardi. Ishga ertaga borib ketalarmikanman yo'qmi degan narsa. Ishga kirdim. Ishga kirib ko'rdim. Haqiqatdan boshida qiynaldim. Nafaqat til bo'yicha, undan tashqari shu katta dasturlarda ishlab ko'rmaganman. O'sha narsalar menga juda pand berdi. Ya'ni pand berdi emas. O'sha tajribasizligim ham ko'p bilindi o'sha yerda. Uning orqasidan masalan o'zaro til bilan muammo bo'lganlarni yig'ilib turib, o'sha ishim birinchi ishimda to'g'risi muvaffaqiyatli bo'lmadi. Birinchi ishimda ishdan bo'shatib yubordi. Ko'p uzoq ishlab o'tirmadi. 2 oygacha o'zi sinov muddati bor. O'sha sinov muddatining ichida bo'shab ketdim. U yerdan keyin olgan tajribam katta bo'ldi. Nafaqat bu ishda proyekt ishlash bo'lsin, koreyslar bilan ishlash bo'yicha ham ancha katta tajriba oldim. Qanaqa gaplashish kerak, qanaqa muomala qilish kerak. O'zi shunaqa, masalan, ringga tushmagan odam ring haqida tashqarida masalan ikkita sportchi urushayotgan bo'lsa, uni muhokama qilishi mumkin, lekin o'sha narsani boshidan o'tkazmagunicha o'sha ringni ichida nima bo'layotganligini bilmaydi. Hozir mana alhamdulillah ishga joylashib, bu endi yangi ishim, hozirgi ishimda anchadan beri ishlayman. Bu yerda kirishimga ham o'sha oldingi muvaffaqiyatsizliklarim sababchi bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni hissasi bo'lganda bu. Shu narsani bo'lishni xohladim. Hozir mana ishga kelyapman. Endi bu bo'yicha ham biror kadr tayyorlash niyat bor.